Yangi O'zbekistonning ertangi istiqboli yosh avlod qo'lida. Poytaxtimizdagi Amir Temur xiyobonida Milliy gvardiya Temurbeklar maktabi va Harbiy musiqa akademik litseylari o'quvchilarining tantanali va'da berish marosimi bo'lib o'tdi. O'quvchi yoshlar uchun unutilmas kun tantanali va'dasiga bag'ishlangan ushbu tadbirda Milliy gvardiya qo'mondoni ishtirok etib, ko'zlarida olov chaqnab turgan o'g'il qizlarni tantanali va'dasi bilan qutladi. Bugun mana farzandlarimiz hayotida unutilmas, quvonchli kunlardan biridir. Farzandlarimiz ilk marotaba vataniga, xalqiga, prezidentiga munosib xizmat qilish yo'lida o'z o'quvchilik va'dasini qabul qilishdi. Bular orasida mening ham farzandim dadasining izidan borib, shu harbiy sohani tanlagandan juda ham faxrlanaman. Qalbim g'ururga, quvonchga to'la. Shu kuni o'quvchilar o'z ota-onalari va yaqinlari guvohligida qilgan tantanali va'dalari yuksak faxr va g'urur ramzi ekanligini his qilib, ushbu ta'lim muassasalarida harbiy libos kiygan holda o'qishni davom ettirib, oliy maqsadlari sari qadam qo'yishdi. Mana shunday tantanali kunda keng jamoatchilik qarshisida faxr bilan Temurbeklar maktabi o'quvchisining va'dasini qabul qildik. Kelajakda biz Temurbeklar maktabi o'quvchisining tahsilini tugatganimizdan keyin Jamoat xavfsizligi universiteti kursanti bo'lishga va'da beramiz. Marosimning badiiy qismida Milliy gvardiya Harbiy musiqa akademik litsey o'quvchilaridan tashkil topgan Zarbli cholg'ular ansamblining defile namoyishi va Temurbeklar maktabi o'quvchilarining qo'l jangi bo'yicha ko'rgazmali chiqishlari barchaga bayramona kayfiyat ulashdi.